holatda. Yo'q qo'ymayman. Mana shu holatcha mana. Agar kimda kim gipki kaminga qiziqadigan bo'lsa, gipki kamin mana shunaqa juda chiroyli holatda chiqadi. Bu yerda bu ishdan qilib ko'rganmiz ilgari, Oqqora servisdan Farg'onada 3 ko'prikda qilib ko'rganmiz. Hozir bunga bitta yangilik kiritganimiz. Mana sizlarga bitta ko'rsataman yangilikda. Mana. Nimaga o'xshaydi deb o'ylaysizlar mana shu? Bu gipki kamindan qilingan narsa. Buni qimmatroq varianti miramirdan qiladigan, oq miramir toshdan qilinadigan variantini qilganmiz. Xuddi buni ko'rgan odam oq miramir toshdan qilingan deb o'ylaydi. Tepasida Versace guli bor, pastida o'sha miramir toshdagi razmerda qilingan narsa. Buni orqalari qoraga bo'yab chiqqanmiz. Buni ustidan umuman suv o'tmaydi, boshqa devorda tashqi ta'sirlardan asraydi bu narsa. Mana shuni ko'rib, o'zlaringizga baho berib, mana bundan bitta bosib ketaverasizlar.